Aleyküm. Derslikimizni davom ettirsak, biz bu qitimliq dersimizde appga MP3 hujjatini etkirish, uni qo'yish va to'xtatish usulini so'zlab o'tsak, ID'ni qo'zg'atgandan keyin yangidan hujjat quramiz. Mana MP3 deb qo'yay. Endi bularga men knopkadan ishkan olay. Knopkaga qo'yish dey. Knopka to'xtatish bo'lsin. Hemen bularga ID beray. ID'sini qo'yish dey. Benim ID'sini to'xtatish deb qo'yay. Bular ID deb bular. Endi biz bularning chekilish adresiga ko'rsatadilar. Avval bularni atab olamiz. Qo'yish, to'xtash. Endi bularning ID'sini deb beramiz. Qo'yishdan find by ID ticket ID qo'yishni belgilaymiz. Endi to'xtash. Buni shunga o'xshash ID belgilaymiz. To'xtatish. Xatolikni tuzatadilar. Endi biz media player qo'shamiz. Avval MP3 hujjatini ma'lum hujjatga qo'shib edilar. MP3 hujjatni mana shu yerdan
MPSN ras hujjatni ochishga raw hujjatini birini qo'limiz. Shuni ochishga kirib qo'yay. Bo'ldi. Endi media player im tang media player ticket create ticket raw hujjatini tanimabdi. Agarda raw hujjatini tanimay qolsa, biz bir qatim appni yasab chiqaraversak, raw hujjatini avtomatik taniydi. Xatolikcha yasalmadi. Endi taniydi raw hujjatini. Ticket raw hujjatni tanibdi. Ticket mayaga zes chalqabdi. Mana shu qismni o'tirsa pesh qo'yamiz. Endi kodni saqlayaptim. Endi qo'yishni bassak, shuni yaxshini bizga qo'yib bersin. Qo'yishning chekilish adresi. Mana xatoligini tuzdilar. Endi uni chekilish adresiga media playerni biz m deb atab olganku. M ticket start push. Xatoligini tuzatsanlar bo'laveradi. Endi to'xtash chekilish adresi. New on click. Mayaga m ticket pause to'xtash. Mal bo'lsa biz
knopkaning ati bo'lgan ismi. Mana bu knopkaning ID'ni belgilagan joy mana. Mayali. Mana bu media playerni qo'shgan o'rnimiz. Mana bo'lsa media playerga chiqadigan naqshning o'rni biz tartib bergan naqshning o'rnimiz shu. Mana bu knopkaning cheklash hadisi. Biz yasab chiqarib ko'rib baqala. Yapmaya yazılıp oldu. Ben koyuş degeni biz bakaya.